2,5 million so'mdan tikuv mashinalari. Bauyu brend ostidagi tikuv mashinasining zo'ri 5000 оборотli, avvalgi narxi 3,8 million, endi 3,5 million so'm ichida qaychisi, narxi, kursi, dostavka va 3 yil garantiyalarni qilsangiz bo'ladi. Overlockini so'raganlar uchun 4 dona narxi, 1 dona qaychi, kursi bilan birgalikda endi 5 million so'm, dostavka, uстановка 3 yil garantiyalar. Agar siz bir komplektini ponni ham tikuv mashina overlockini oladigan bo'lsangiz, ichida utki bo'ladi. Bauyu va Jackdan tashqari hozirda trend aylanib turgan Lejang brendidagilar narxi xohlaganlaringiz Lejang ham, Nanbang ham 3,5 million so'mdan. Golden Tech 2 million 800 ming so'm, 3 yil garantiyalari, dostavkalari bilan. Junkilarimiz ham 2 million 800. Undan tashqari bu ham tarafda Jiliki firmaniki va bular ham garantiya beriladi ekan. 3 yil garantiyasi bilan 2,5 million so'm obunachilar. Overlocklarni so'raganlar uchun Lejang ham, Nanbang ham 5 million so'mdan, Junki 3 million 500, bu ham tomonda Unsafe yangi modeldagi 3 million 300. Yangilikni zo'rni so'raganlar uchun 3 million so'mdan Britex brendidagi 3 yil garantiyalar bilan tikuv mashinalari va overlocklarni xarid qilishingiz mumkin. Do'kon adreslari Hazaras bozori, Kulunkachilarning yonida Bauyu brendi yopishtirilgan bo'ladi. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. To'liq ma'lumotlarni profil orqali olsangiz bo'ladi. Yaqinlaringizga yarab video like bosishdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.